Shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollar kursi o'zgardi. 16 oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasida dollarning rasmiy kursi yana oshdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, endi 1 AQSh dollari 12.233,67 so'm etib belgilandi. Bu esa avvalgi ko'rsatkichdan qariyb 49 so'mga yuqori. Shuningdek, yevro 14.233,88 so'm plus 152,77, funt sterling 16.333,17 so'm plus 167,18, Rossiya rubli 154,84 so'm plus 2,26 so'm. Mutaxassislar fikricha, dollarning ko'tarilishi bir nechta omillar bilan bog'liq. Birinchidan, tashqi iqtisodiy bosimlar va import xarajatlarining ortishi. Ikkinchidan, valyutaga bo'lgan talabning ko'payishi. Uchinchidan, jahon bozorlaridagi noaniqliklar va inflyatsiya darajasining oshishi. Iqtisodchilar ta'kidlashicha, bu o'zgarishlar mamlakatdagi narx-navoga, ayniqsa import tovarlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois aholi va tadbirkorlar valyuta ayirboshlashda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari tavsiya etilmoqda. Xulosa: 16 oktyabrdan boshlab O'zbekistonda dollar kursi yana oshdi. Bu mamlakat iqtisodiyotida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun kanalimizda qoling, obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring.